Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Ramazon tugashidan oldin shunday 7 amalni bajaringki, u bizga jannat eshiklarini ochib bersin. Azizlar, bugun roza tugab qolmasidan 7 amalni bajaraylik. Keling, bular qaysilar ekanligini ko'rib chiqamiz. Birinchi, Qur'on o'qish yoki tinglash. Ramazon Qur'on oyidir. Alloh taolo bu kitobni aynan ushbu muborak oyda nozil qilgan. Ramazon oyi unda Qur'on nozil qilindi. U odamlar uchun hidoyatdir. Baqara surasi 185-oyat. Hech bo'lmasa kuniga bir sahifa Qur'on o'qiylik yoki tinglaylik. Har bir harfi uchun 10 barobar savob yoziladi. Ikkinchi, kechasi turib ibodat qilish. Tahajjud va tarobih namozlari. Ramazon kechalari g'animat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: kim Ramazon kechalarini iymon va ixlos bilan ibodat bilan o'tkazsa, uning avvalgi gunohlari kechiriladi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Agar hali tahajjud namozini o'qimagan bo'lsangiz, eng oddiy tahajjud 2 rakat namoz, Allohga iltijo qilish. Uchinchi, ihson qilish va sadaqa berish. Roza tutishning savobi mislsizdir. Ammo sadaqa bersak, savob yanada ortadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Sadaqa yomonliklarni o'chiradi, xuddi suv olovni o'chirganidek. Termiziy rivoyati. Faqat katta miqdor muhim emas. Bir kishiga suv uzatsangiz ham, birovni xursand qilsangiz ham bu sadaqadir. To'rtinchi, ko'proq istig'for aytish, tavba qilish. Ro'zadorning duosi rad etilmaydi. Astag'firullohallazim, allazi la ilaha illa huval qayyul qayyum va attubu ilayh. Bu istig'forni aytgan insonning gunohlari kechirilishi haqida payg'ambarimiz bashorat berganlar. Kuniga 100 marta astag'firulloh aytaylik. Chunki biz ham gunoh qilamiz, lekin Alloh kechirishni yaxshi ko'radi. 5. Ota-onani xursand qilish. Jannat eshigi ularning roziligi bilan ochiladi. Ota-onasining roziligiga erishgan kishi jannatda bo'ladi. Imom Termiziy rivoyati. Ularga yaxshi so'z ayting. Bir piyola choy uzating yoki duo so'rang. Balki shu amallaringiz jannatingizga sabab bo'lar. 6. Ro'zador og'zini ochish. Bir kishiga iftorlik bersangiz, Alloh sizga ham shuncha savob beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Kim ro'zadorni iftorlik bilan siylasa, o'sha ro'zadorning savobidan hech narsa kamaymagan holda unga ham o'sha savob beriladi. Imom Termiziy rivoyati. Bugun kimnidir iftorlikka chaqiring yoki bir og'iz non bering. 7. Allohni ko'proq zikr qilish. Ro'zaning asosiy maqsadi taqvo. Uni faqat ovqat yemay erishib bo'lmaydi. Qalbni Allohga bog'lash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: eng afzal zikr la ilaha illalloh. Kun davomida quyidagi zikrlarni ko'proq aytaylik. Subhanalloh, Alloh pokdir. Alhamdulillah, hamd Allohga bo'lsin. Allohu akbar, Alloh buyukdir. La ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q. Roza tutishdan oldin va roza davomida shu 7 amalni bajaraylik. Qur'on o'qing yoki tinglang. Kechalarni ibodat bilan o'tkazing. Sadaqa bering. Istig'for ayting. Ota-onangizni xursand qiling. Ro'zadorni og'zini oching. Allohni zikr qiling.
ro'za hali tugamay turib, bu fursatni g'animat biling. Alloh barchamizni ushbu kunlarda ko'proq savobga erishgan bandalardan qilsin. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan bilan shu oyda shu bolaga uychalit botilaring. Mana ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Ukam, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opa, men uyimizda yordam beringlar duo qilaman. Ramazon oyida savobga sherik bo'ladi. Bu oyda bergan ehsanimiz 1000 baravar yoziladi. Shu uyga bitta git obedaysam jannatda uylar bo'ladi. Bitta git uchun. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 52 400 mana shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor.